Kargo puli hisoblashni o'rganamiz. Hozir mana 3 ta tovar qo'ydim taroziga va 700 gram chiqdi. 700 gram tovarni kargo pulini qanaqa hisoblanadi qaranglar. Mana kalkulyator olamiz, formulani tepaga yozib qo'yaman. Tovarimiz 700 gram chiqdi, 0.7 yozamiz. Ko'paytiramiz. Avtokargo $7 dan kilosiga 7 yozamiz va oxirida dollar kursiga ko'paytiramiz. Qaranglar. Dollar kursi o'ynab turadi. Mana 12400 mi, 12200 mi, har xil bo'lib turadi. Mana 60 ming so'm bo'ldi. Demak, avto yo'nalishda kelgan 700 grammlik tovarimiz, demak 60 ming so'm bo'ldi. Bu qimmat bo'lmadi. Mana 3 ta tovar uchun zo'r narx bo'ldi. Avto yo'nalish bu. Endi avia yo'nalishda ko'rib chiqamiz. Xuddi shunaqa tovar 700 gram $10 avia kargo narxi va dollar kursini ko'paytiramiz. Demak, 86 ming so'm. Kargo narxlarini bo'lib chiqsak, pijamaga 10 ming so'm, termizga 20 ming so'm va kostyumchikka 30 ming so'm avto yo'nalishda. Avia yo'nalishda esa pijamamizga 20 ming so'm, termizimizga 26 ming so'm va kostyumchigimizga 30 ming so'mdan narx to'g'ri keldi. Bu kargo hisoblash bir kishiga kelgan mana shu 3 ta tovarni pulini hisoblash misolida ko'rsatdim. Bir kishining tovari.